Hammalaringiz xush kelibsizlar. Mana Bekzodjonni bugun tavallud kuni munosabati bilan muzikani pasaytirib bugun mana shu 18-dekabr kuni hamisha traditsiya deydi ruschasiga odat bo'lib qolgan. Mana shu Bekzod hamma do'st yorlarni, yaqinlarni chaqirib mana shunday choy tashkil qilib, mana uzoq yaqindan hamma og'aylar, qarindoshlar kelgan. Shuning uchun Bekzodjon, senga uzoq umr tilaymiz. Sog' bo'lgin, onangni, bolalaringni baxtiga sog' bo'l. Ilohim qo'lingdan toring tushmasin, ovozingdan ta'sir ketmasin. Hamisha xalqning xizmatida bo'lib yuravergin. Xonadoningda hamisha yaxshi kun bo'lsin. Xudoyim senga qo'chqordek o'g'illarim bersin. Nasib bo'lsa qizlaringni baxtini ko'rib yurgin. Bugun mana Eshon buvamiz, mana Akbar akamiz ham she'rdalar. Akbar aka, siz ham ikki og'izgina Bekzodni tabriklab qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli aziz uzoq yaqindan Bekzod Haqiyevni muborakbod qilaman deb kelgan mehmonlar, mezbonlar. Biz mana Bekzodjon deganimizda bir saxovatli, saxovatpesha insonni tushunamiz. Alloh taolo bu kishining umrlarini uzoq qilsin. Tajribalari sog' bo'lib, elimizni, yurtimizni xizmatida hech qachon charchamasinlar. Qalblarida nimaki xayrli maqsad bo'lsa, Alloh o'zi yetkazsin. Mana shu yerga Bekzodjonni hurmat qilib kelgan barcha aka-uka birodarlarimiz yaxshi kunlarda Bekzodjon Haqiyev borib xizmat qilishni Alloh nasib qilsin. Rahmat hammalariga. Rahmat, ustozlar, umringlar uzoq bo'lsin, tanajoninglar sog' bo'lsin. Demak, tantanamizni mana chiroyli tilaklar bilan boshlaymiz. Chiroyli tilaklar bilan boshladik. Biz davom ettiramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar, janoblar, do'stlar, birodarlar, hurmatli san'at shaydolari. Bir qilib aytadigan bo'lsak, tinch, osuda, jannat makon diyorimizning baxtli va baxtiyor insonlari. Sizlar bilan musaffo osmon ostida, saxovatli ona zaminda, mustaqil O'zbekistonimizning yana bir bayramona, gulgun, nurafshon kunlarining birida, ya'ni kim xalqimizning sevimli san'atkori, vohamiz bulbuli deb ham bemalol ayta olamiz, estradamizning yorqin vakili bo'lgan qadrdon akamiz Bekzod Haqiyevni tavallud ayyomlarida barchangiz bilan diydor ko'rishib turganimizdan g'oyatda shodmiz va barchangizga xush kelibsiz deymiz. Hayot aziz va mehribon ota-onalarimiz bilan go'zal. Hayot shirindan chakar farzandlarimiz bilan go'zal. Kishi diliga zavq va shavq ulashadigan kuy va qo'shiqlar bilan go'zal. Hayot insonga sihat, salomatlik eltuvchi kayfiyat bilan go'zal. O'ylaymizki, hurmatli aziz do'stlar, bugun mana shu yerdan barchangizning xonadoningizga go'zal kayfiyatda ajoyib bir gala konsert, show konsertni guvoh bo'lib qaytasizlar. Sababiki bugun estradamizning yorqin vakillari tashrif buyurgan, taklif qilingan, qolaversa vohamiz yulduzlari ham mana shu yerga go'zal ijodlari bilan, qolaversa Bekzod akamni bugungi tavallud ayyomlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurganlar. Men mana shu yerda so'zimni vaqtinchalik muxtasar qilib, bugungi tantanamizni tilaklar bilan boshlab bergan, ana endi qo'shiqlar bilan davom ettiradigan ustoz san'atkorimizga bermoqchiman. Albatta vohamizni, demak, san'atkorlarni ustozi desak ham bemalol adashmagan bo'lamiz. O'zining go'zal ijodlari bilan, ijrolari bilan xalqimizni qalbidan joy olgan ustozzoda san'atkor Bekzod Haqiyevni mana shu san'at sohasiga kirishiga sababchi bo'lgan insonlardan biri ularning tog'alari. Umrzoq Quvvatov sizlar uchun kuylaydi. Iloji bo'lsa bitta chiroyli qarsaklar bilan kutib olaylik. Rahmat. 1-2-3. Endi bugun san'atkorlar, ko'pchilik shogirdlar, og'aylar shuning uchun bir jum men o'zi qo'shiq aytmayman deb keldim. Sal shamollash, mana bu grepchilik deydi-ki, shuning uchun Bekzod tog'a bir jum bilan boshlab bering deyapti. Mayli, qo'ldan kelgancha bir jum qo'shiq aytib beramiz.
Boshimni ko'kka yetkilgan orzulaganim bitkizgan el yurtimdan minnatdorman haqqimdan yurtimdan ustozimdan minnatdorman. Hamma gaping qaror yuzi bizga qonun aytgan so'zi dard ko'rmagan yurtimizni el yurtimdan minnatdorman xalqimdan yurtimdan ustozimdan minnatdorman xalqimdan yurtimdan ustozimdan minnatdorman. Kamiljon mehriboni o'lib o'sgan xonadoni zafer topgan bu makoni bu makondan minnatdorman xalqimdan yurtimdan ustozimdan minnatdorman. Bir akam bir ukam bir oğlum bir kızım aytay sizga yurak so'zim el yurtimdan minnatdorman xalqimdan yurtimdan ustozlardan minnatdorman xalqimdan yurtimdan ustozimdan minnatdorman. Dildan dilga o'tar sanab dildan dilga o'tar sanab bu halol bir mehnat buni yozlar hükümetimden minnatdorman xalqimdan
ustozimdan